polietilenden polipropilenning molyar massasi 4,5 marta ko'p bo'lsa, ularning polimerlanish darajasi necha marta farq qiladi? Hali biza bilmaymiz buni. Qaysi necha marta, ya'ni ikkisini ham polimerlanish darajasi noma'lum. Endi e'tibor beramiz, qarang. Polipropilen bo'lish uchun SH2 mana polietilenni polimer zvenosi bu. Bilamizmi? Ya bilmaydiganingiz bormi? Nima uchun hosil bo'ldi bu? Bilamiz axir. SH2 edi, ha? Mana bu bittasi uzilib, mana bu zvenoni hosil qildi. To'g'rimi? Demak, mana bundan n bor. Tushundikmi? Polipropilen bo'ladigan bo'lsa, yana qaranglar. Propen yoki propilen deymiz, ha? Mana SH2, SH3. To'g'rimi? Mana bu joyini uzsam, biza orientirni mana shu qo'shib turgan joyga qaratadi. E'tibor beramizmi? Demak, SH2, mana buni uzdik va mana bu joyga SH3. Mana bu asosiy zanjirda turgan. Mana bu orientirimizdan qolgan qismni biza radikalga tashlar edik, do'stlar. Mana radikalga tashladik va uzgan qo'llarimizni ochdik mana. Mana bu polipropilen. Tushundikmi? Lekin buni bilmaymiz biz necha ekan. Buni emta deymiz. Bo'ladimi? Endi qaranglar. Buni emeri, demak, buni emeri 28 n bu. To'g'rimi? Buniki esa 42 m. Tushundikmi? Bu aytib turibdi. Polietilendan polipropilenni molyar massasi 4,5 marta ko'p. Ya'ni polipropilen ko'p ekan, polietilen kam ekan. Ko'pni kama bo'lamiz. Bo'ladimi? 42 m ni bo'lamiz 28 n teng 4,5. Bizga polimerlanish darajasi necha marta farq qiladi? Tushundikmi? Ya'ni bizadan m bo'lingan n ni qiymatini so'rab turibdi bu. Faqat shuni so'rab turibdi. Go'yoki ikki noma'lum bor, biz buni ishni qanday ishlaymiz deb o'ylamanglar. Bizdan nisbatini so'rab turibdi. U holda 4,5 mana va mana bu mahrajda turgan, ya'ni mana bu m bilan n yonida turgan ma'lum hadlarni tenglamani ikkinchi qismini olib o'tish kerak. Mana bu 28 suratga chiqadimi yoki mahrajga tushadimi? To'g'ri, suratga va mana bu 42 mahrajga tushadi. Qisqartiramiz, 2 ham 14 ta qisqaradi. Yuqorida 2 qoladi, pastda 3 qoladi. Demak, 9 ni 3 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Necha marta farq qiladi ekan? 3 marta farq qiladi ekan. Bu javob to'g'ri. Tushundikmi?